qurib berishini so'rabdi. Malikaning iltimosini chegarada yuribmiz mana. Sulaymon payg'ambar barcha qushlarni bir yerga to'plab bu haqida maslahat qilmoqchi bo'libdi. Kanalni eksak qirg'iz. Boyo'g'li majlisga kechikib kelibdi. Sababini so'raganida u shunday javob qilibdi: ikki masalaning yechimini O'zbekiston. Shunga kechikdim. Qanday masalalar ekan? So'rabdi Sulaymon. Birinchisi, bu zamonda o'lik ko'pmi yoki tirik ko'pmi degan masala, debdi boyo'g'li. Xo'sh, seningcha qaysi biri ko'p ekan? So'rashibdi undan. O'lik ko'p. Chunki tongda ibodatga turmay, g'aflat uyqusida yotganlar ham o'liklar qatoriga kiradi, debdi boyo'g'li. Xo'sh, ikkinchi masala nima ekan? Ikkinchi masala